Aktiv energiyalik yaşam. Mənbə paytaxt saloni. Biz kişilik turmuşda şundaq ahvalğa yolqımız ki, bəzilər bilən davamlıq aloqalashishni xalaymiz. Həm ular bilən birga bolsaq, özimizni nəhayət ruhluq, tetik his qilamiz. Xizmat və öyrənishdə texmi tirishishni, algı besishni o'ylaymiz. Chunki ularning yurish turish va gap so'zlardan boshqalarga bo'lgan hissdoshligini, mehr muhabbatini, qiyinchilikqa bosh egmaydigan jangovar ro'yi holatni his qilamiz va ko'rib yetimiz. Bu dal ulardagi aktiv kuchning bizga ta'sir qilganligidir. Yana bir qism kishilar bor. Qachonli uchrashib qolsangiz, turmushdan, xizmatdan qoqshig'an. Xizmatni faqat shularla qilayotgandek, turmush besimi shularningla zimmasini bosgandek, hamma narsadan qoqshaydi. Boshqalardan, atrofdagi ishlardan to'xtamay qusur izlaydi. Umidsizlik bilan to'lgan, tuturuqsiz gap so'zlar bilan atrofdagilarga nachar kayfiyat berdi. Bu dal ulardagi passiv ro'y holatning boshqalarga ta'sir ko'rsatganligidir. Atrofimizda aktiv kuch tarqatquchilar, ya'ni aktiv ro'y holatli kishilar qancha ko'p bo'lsa, bizmi shuncha ko'p aktiv kuch qabul qilamiz ham aktiv kuch tarqatquchi bo'la olamiz. Xizmat o'rnimizda, jamiyatda aktiv kuch tarqatquchilardan bo'la olsak, cho'qimki atrofdagilarning qo'llashiga, muayyanlashtirishiga erisha olamiz. Agar biz passiv ro'y holatning iskanchisiga tushib qolsak, kishilar nazardan tushib qolamizda, xizmat va o'rganishdan qanoat topolmaymiz. Shunga aktiv kuchni qabul qilib, aktiv kuch tarqatquchilardan bo'lish bilan birga passiv kuchdan mudofaalanadigan, passiv ro'y holatga qarshi tura oladigan iqtidorni yetildira olishimiz lozim. Bir yuk avtomobil shofiri bilan taksi shofiri yo'lda bexastalik sababidan so'qilib ketgil tasqabdi. Amaliyotda buningga yuk avtomobil shofiri sababchi ekan. Garchi hech qanday xatar ko'rilmagan bo'lsa-mu, yuk avtomobil shofiri mashinada restdan beshini chiqarib, taksi shofirini satlab tillab ketibdi. Bu vaqtda taksi shofiri qo'lini pulanglitib turib, har ikkimizning ta'li bor ekan. Oq yo'l bo'lsin, xo'sh deb kulib qo'yib yo'liga mengibdi. Buni ko'rib o'tirgan taksidagi yo'lovchi hayron bo'pti va taksi shofiridan: "Boshqalar sizni shundaq sattilasa, hech nima bo'lmagandek kulib qo'yganingiz nimasi?" deb so'rabdi. Taksi shofiri kulib turib: "Ba'zilar turmushdagi turli besimlarni o'ziga yuk qilib olib, xuddi bir tag'or axlatni yudib yurguchiga o'xshab qoladi. Ularga moslashib bersangiz, ular to'xtamay atrofiga axlat to'kidi. Shunga ularga bundaq axlat to'kish fursati bermasligingiz, qizg'in muomala qilib, aktiv ta'sir ko'rsatishingiz kerak" debdi. Taksi shofirining qilgan bu cho'nqur ma'nilik so'zlari xizmat o'rnining yiroqligidan, oila besimning ig'irligidan qoqshapli yuradigan bu yo'lovchini xijil qildi. Amaliyotda hammamizda aktiv va passiv kuch bo'ladi. Passiv kuch virusga o'xshash yuqumli bo'lib, hamma kishining kayfiyatiga nachar ta'sir ko'rsatadi. Shunga har birimiz cho'qim o'zimizdagi aktiv kuchni to'liq qezib, uni kishilik turmush, o'rganish va xizmatda joriy qildirishimiz kerak. Bir odamdagi aktiv kuch go'yo
quyosh nuridek uning oila a'zolariga, xizmatdoshlarga, do'stlarga aktiv ta'sir ko'rsatib, ularningmi qalbini nurlantirdi. Shunga har birimiz xushbiroq guldek atrofga aktiv kuch tarqatquchilardan bo'lib, jamiyatimizning inoqlik, ittifoqlik, muqimlik kayfiyatini texmi jonlantirayli. Tugidi.